Ba'zi mahsulotlar ichiga sovg'a qilib pul qo'shib berilmoqda. Mijoz qaysi mahsulot ichidan qanday so'm chiqishini bilmaydi. Shu joiz bo'ladimi? Alhamdulillah va salatu va salamu ala sayyidina Rasulillah. Albatta bu holatda ko'rish kerak. Agar mahsulotga o'zining bozordagi haligi sovg'a qo'shilmagan holatdagi narxiga ziyodalik kiritilmasa, bitta sharti. Masalan, o'zi u bir suvni oladigan bo'lsak, 3000 so'm turadi. 3000 so'm turadi bozorda. O'sha sovg'a qo'yilmagan suvlar shuni o'zi yoki shunga o'xshash turdagi suvda 3000 so'm turadi. Shuni 3000 so'mdan sotsa va olayotgan insonlar sotib olishlikda mukofot uchun emas, iste'mol uchun, ehtiyoj uchun olishni niyat qilib olsa, keyin ichidan sovg'a chiqsa olsa bo'ladi. Lekin o'sha sovg'a qo'yilgani uchun narx ko'tarib qo'yilyapti. 3000 so'mlik narsa 4000 so'm qilindi. Bu degani 1000 so'mdan odamlardan ortiqcha yig'ilyapti degani va kimdir uni yutib ketyapti degani. Bu qimor ma'nosidagi narsa bo'lib qoladi. Shuning uchun aytganimizdek, savdogarlar agar qiziqtirmoqchi bo'lsalar sovg'a qo'yish orqali, har xil bonuslar orqali o'sha bozordagi bozor narxidan qo'shimcha qo'shmasdan ustiga qo'shimcha narx qo'shmasdan qilishlari kerak bo'ladi. U qo'shgan foydalarini misol uchun tovarni kengroq aylanishi, ko'proq tovar aylanishidan hosil qilib chiqarishlari to'g'ri bo'ladi. Va olayotganlar ham o'sha savdo qilayotgan narsasida mukofot bo'lsa, faqat mukofotni deb emas, ichishga bo'lsa, ichish uchun, yeyishga bo'lsa, yeyish uchun, boshqa iste'mol uchun bo'lsa, shuni niyat qilib olishlari kerak bo'ladi. Vallohu a'lam.